Assalomu alaykum. Demak 9-sinf yakuniy imtihon bo'yicha savollarni ko'rishni davom ettiramiz. Bugun 5-misollarga to'xtalamiz. Tenglama va ularning sistemalari mavzusi. Birinchi tenglama ildizlardan kattasini toping deyilgan. Albatta bu kvadrat tenglama. 12 ni chap tomonga o'tkazamiz. X kvadrat qo'shilgan x ayrilgan 12 teng 0. Bu teoremasidan foydalanadigan bo'lsak, ildizlar yig'indisi bu yerda -1 ga teng va ildizlar ko'paytirmasi esa -12 ga teng. Birinchi ildizi -4 bo'ladi, ikkinchi ildizi 3 bo'ladi. Eng kattasi bu yerda, to'g'ri javob 3. Ikkinchi misol, tenglamani yeching deyilgan oddiy chiziqli tenglama berilgan. Qavusni ochadigan bo'lsak, -x -6 teng 2x qo'shilgan 18. 2x ni chap tomonga o'tkazsak, -x -2x teng 18, -6 ni o'ng tomonga o'tkazsak +6. Demak, -3x teng bo'ladi. 18 ga 6 ni qo'shsak 24, x ning qiymati demak bu yerda -8 ga teng. Uchinchi tenglamalar sistemasini yechimi x ko'paytgan y ning qiymatini toping deyilgan. Demak, bu yerdan x va y larning qiymatini topib olishimiz kerak. Oldin sistemalarni qo'shamiz. Y lar qisqaradi. 3 ta x teng bo'ladi. Qo'shadigan bo'lsak -2. Va x ning qiymati bu yerda -2/3 ga teng. Endi y topamiz. Demak, x ga y ni qo'shgan payt 2 hosil bo'lishi kerak. Y topsak 2 dan x ni ayirishimiz kerak. 2 dan ayirishimiz kerak -2/3 ni. Demak, 2 qo'shilgan 2/3 mahrajlarni qo'shadigan bo'lsak 6, demak 8/3 bo'ladi. Endi -2/3 ni ko'paytiramiz 8/3 ga. -16/9 bo'ladi to'g'ri javob. To'rtinchi tenglamalar ildizlar yig'indisini toping. Demak, natijamiz 0 ga teng bo'lishi uchun har bitta qavus ichini 0 ga tenglashimizga to'g'ri keladi. X ayrilgan 3 teng 0, x ning qiymati bu yerda birinchi qiymati 3 ga teng. 3x qo'shilgan 15 teng 0. 3x teng -15. X teng esa -5. Bu ikkinchi ildizi. 2x ayrilgan 4 teng 0. X uchinchi ildizi 2 ga teng. Bu yerda ildizlar yig'indisi deyilgan. Demak, 3 ayrilgan 5 qo'shilgan 2, natijamiz 0 ga teng. 5-chi tenglamada ildizlardan kichigini toping. Bu yerda yana kvadrat tenglama. X kvadrat -2x -24 teng 0 viyetdan foydalanamiz. Ildizlar yig'indisi 2 ga teng, ildizlar ko'paytirmasi esa -24 ga teng. Birinchi ildizi 6 ga teng, ikkinchi ildizi -4 ga teng. Demak, kichigi so'ralgan ekan -4. 6-chi tenglamani yeching. Chiziqli tenglama qavusni ochamiz. 4x qo'shilgan 8 teng 2x ayrilgan 22. 2x ni chap tomonga o'tkazsak 4x dan 2x ni ayiramiz. 2x ning o'zi bo'ladi teng +8 ni o'ng tomonga minusga o'tkazsak -22 -8 -30. X ning qiymati demak bu yerda -15 ga teng chiqadi. 7-chi tenglamalar sistemasini yeching. X qo'shilgan y ning yig'indisining qiymatini topishimiz kerak. Demak, sistemani turgan joyda qo'shadigan bo'lsak, bu ikkitasi qisqaradi. 3x teng bo'ladi 15 ga va x ning qiymati bu yerda 5 ga teng. X minus y. Demak, x o'rniga 5 ni qo'ysak, 5 minus y teng 3, y ni topadigan bo'lsak 2. Bizdan so'ralgan ifoda x qo'shilgan y bo'ladigan bo'lsa, 5 ga 2 ni qo'shamiz, to'g'ri javob 7. 8-chi tenglamalar ildizlar yig'indisini toping. Har bittasini 0 ga tenglashimiz kerak. X qo'shilgan 1 teng 0. X ning birinchi ildizi 1 ga teng. Tenglamaning 2x qo'shilgan 16 teng 0. Ikkinchi ildizi -8 ga teng. 3x ayrilgan 15 teng 0. Uchinchi ildizi bu yerda 5 ga teng. Ildizlar yig'indisi 1 ayrilgan 8 qo'shilgan 5. To'g'ri javob -2 ga teng. 9-tenglamalar ildizlardan kattasini toping.
Chap tomonga o'tkazamiz. X kvadrat ayrilgan 5x minus 6 teng 0. Demak, ildizlar yig'indisi bu yerda 5 ga, ildizlar ko'paytirmasi esa minus 6 ga teng bo'lishi kerak. Demak, bu yerda 6 va minus 1 to'g'ri keladi. Kattasini toping, 5, demak 6 ga teng bo'ladi. Keyingi 10-tenglamalarni yeching ekan. Qavs ochamiz. Minus 2x qo'shilgan 6 teng x qo'shilgan 27. X chap tomonga o'tkazsak minus 2x minus x teng 27 ayrilgan 6. Minus 3x teng bo'ladi. Bu ayirsak 21. X ning qiymati bu yerda minus 7 ga teng. 11-tenglamalar sistemasini yeching va x ko'paytgan y topishimiz kerak ekan. Mayli, buning uchun sistemani pastki tomonni 2 ga ko'paytirsak. X qo'shilgan 2y teng bo'ladi 7 ga. 4x ayrilgan 2y teng bo'ladi minus 2 ga. Sistemani qo'shamiz. Qo'shganda 2y'lar qisqaradi. 5x teng bo'ladi qo'shadigan bo'lsak. 5 va x ning qiymati bu yerda 1 ga teng bo'ldi. X ni o'rniga borib qo'yadigan bo'lsak, 1 qo'shilgan 2 ta y teng bo'ladi 7 ga. Shunda 2 ta y teng bo'ladi 6 ga, y ning qiymati 3 ga teng. X ko'paytgan y topsak, 1 ko'paytgan 3 ning qiymati 3. Keyingi 12-tenglamalar ildizlar yig'indisini toping. Ildizni hisoblasak, bu yerda x 1 teng 7, 0 ga tenglasak, bu yerda 0 ga tenglaydigan bo'lsak, minus 4 hosil bo'ladi. 0 ga tenglaydigan bo'lsak, bu 5 hosil bo'ladi. Ildizlar yig'indisi 7 ayrilgan 4 qo'shilgan 5. Demak 3 8 ga javob. 13 tenglamalar ildizlarning kichigini toping. Chap tomonga o'tkazsak, x kvadrat qo'shilgan 3x minus 10 teng 0. Viyatdan foydalansak, yig'indisi minus 3 ga teng, ko'paytirmasi esa minus 10 ga teng. Birinchi qiymati minus 5, ikkinchi qiymati 2 ga teng. Kichigi bu yerda minus 5 bo'ladi. 14. Chiziqli tenglama. Demak, 4x qo'shilgan 8 teng bo'ladi 2x ayrilgan 14 ga. Chap tomonga o'tkazsak, 4x ayrilgan 2x teng bo'ladi minus 14 minus 8, 2 ta x teng bo'ladi minus 22 va x ning qiymati bu yerda minus 11 ga teng. 15 tenglamalar sistemasini yeching va x qo'shilgan y yig'indining qiymatini toping. Sistemani ayiradigan bo'lsak, pastdan yuqoriga ayirik, xlar qisqaradi va bu yerda 3y hosil bo'ladi ayirgan paytda va bu yerda 6. Demak, y ning qiymati 2 ga teng. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, x ayrilgan 2 ayrilgan 1. Demak, x ning qiymati bu yerda 1 ga teng. X qo'shilgan y ning qiymati, demak, 1 qo'shilgan 2 ning qiymati 3 ga teng. Oxirgi 16-misol. Tenglamalar ildizlarning yig'indisini toping. 0 ga aylantiruvchi qiymat minus 2, 0 ga aylantiruvchi qiymat minus 8, 0 ga aylantiruvchi qiymat 6. Minus 2 minus 8 qo'shilgan 6. Demak, minus 4 ga teng.